Bilasizmi nega ko'plab ayollar o'zlarini baxtli his qila olmaydi? Hattoki kosmetologga borsa ham o'zlariga g'amxo'rlik qilib, qimmat kiyimlar olib, barcha yaxshi narsalarni ravo ko'rishsa ham. Chunki go'zallik bu ko'zgu haqida emas, bu ichki muloqot haqida. Agar ichingizda doimo o'zingiz bilan bahslashsangiz, agar o'zingizga dam olish, ayol bo'lib yashashga imkon bermasangiz, hech bir filler sizga ichki yorug'likni bermaydi. Ayol o'zini qabul qilmaguncha u doim o'sha protsedurani qidiradi. Lekin davolash kerak bo'lgan narsa teri, lab yoki bo'lmasam ajin emas, balkim bu sizning qalbingizdir. Aynan mana shuning uchun ham faqat yuzga emas, balki qalblarga yordam berishni boshladim. Mani blogimda endi ichki bloklarni qanday qilib olib tashlash mumkinligi haqida praktikalar, turli xil razborlarni ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Agarda mani razborlarimda siz ham qatnashishni istasangiz, kommentariyada o'zimni topmoqchiman deb yozib qo'ying. Shu kommentariyadan biringizni tanlab, bepul razbor qilib beraman.